Bismillahirrohmanirrohim. Dinimizda insonlarga manfaat yetkazuvchi kishi Alloh taolo uchun eng suyukli bandalardan hisoblanadi. Bu haqda hadisi sharifda quyidagicha marhamat qilingan. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa insonlarning eng suyuklisi, odamlarga eng ko'p manfaat yetkazguvchisidir dedilar. Dinimiz mo'min musulmonlari bir tanu, bir jon bo'lib, o'zaro bir-biriga yordam berib, manfaat keltirib yashashga targ'ib qilinganlar. Hadisi sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udhun تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlarning bir-birlariga mehr muhabbat, rahm shafqat va mehribonligining misoli xuddi bir jasad kabi, uning birorta a'zosi og'risa, jasadning qolgan a'zolari uning uchun bedorlik hamda istima bilan bezovta bo'lishadi dedilar. Hozirgi hadisi muborakda mo'min musulmonlar har doim bir-biri bilan o'zaro mehr shafqat va yordamda bo'lishlari hamda biror mo'min musulmonga yetgan musibatga qolgan musulmonlar ham mazkur musibat xuddi o'zlariga yetgandek befarq bo'lmasliklari lozim ekanligini ta'kidlaydi. Darhaqiqat biz qiladigan amallarimiz va insonlar manfaati yo'lida qilgan xolis xizmatlarimiz uchun niyatimizga ko'ra ajr savobga erishamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amallar faqat niyatlariga ko'radir deganlarini eshitganman dedi. Hozirgi hadisi muborakka muvofiq qiladigan xayrli ishlarimiz, savobli ishlarimiz, barcha insonlarga har qanday yaxshiligimiz Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lishi hamda unga ajr savob olishimiz uchun niyatimiz to'g'ri bo'lmoqligi lozim. Har bir xayrli ishni amalga oshirishda Alloh taoloni roziligini ko'zlansagina ajr savobga erishiladi. Niyat va ixlos agar insonning hayoti davomida doim to'g'ri yo'lga qo'yilsa, hayotning har bir daqiqasi ibodatga aylanadi.